Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam aytadilarki, qaysi bir ayol 5 mahal namozini o'qib, ro'zasini tutib, Allohning buyrug'ini bajarib, erini rozi qilib bu dunyodan o'tsa, qiyomatda jannatni xohlagan eshigidan kiradi deydi. Endi yigitlarimiz mana shu narsani ba'zan biz nikohlarda muhtaram imom domlalarimiz ma'vizalar qilganda, shu ayolni haqqida erini rozi qilmasangiz jannatga kirmaysiz, siz jannatga kirish uchun erini rozi qilishingiz kerak ekan desa, yigitlarimiz shuni suiiste'mol qilib, ha, demak hamma narsa menda ekan, hatto ayolimni jannatga kirish kaliti ham meni qo'limda ekan deb o'ylayaptilar. Lekin o'zidagi mas'uliyatchi. Kuyov bolalar bilan gaplashsangiz, ayolidan Fotima-i Zahro bo'lishini talab qiladi. Ayolidan Fotima bo'lishlikni talab qilayotgan yigit o'zi Hazrati Alidek bo'lsin-da. Ana o'shunday yarashadi. O'zi nima qilsa bo'laveradi, qanaqa buzuqchilik qilsa bo'laveradi, qanaqa novakorlik ishlarni qilsa bo'laveradi-yu, lekin ayolidan Fotima-i Zahroning xulqini so'rashligi adolatsizlik. O'zingiz Alidek bo'lingki, ayolingiz Fotima onamizdek bo'lsin. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam Hadicha onamizga juda katta muhabbat qilganlar azizlar. Zero Rasulimiz alayhissalatu vassalam shu qadar muhabbat qilganlaridan hatto Hadicha onamiz olamdan o'tgan yilni o'zlari uchun mahzunlik yili deb e'lon qilganlar. Xafalik yili deganlar. Shundan o'rnak olgan har bir oila a'zosi oilani mustahkamligi uchun harakat qilishligi